Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Men navbatdagi issiqxonamizga ham kelib qurgani. Namangan Norin tumanidamiz. Xudo xolasa bugun nima qilgan ishlarimizni joylab boramiz. Qurilishlarni to'liq imkon boricha videoga olib joylashga harakat qilamiz. Yo'qsa like bosib, obuna bo'lib, o'z fikringizni ham bildiringlar. O'zbekiston bo'ylab shunaqa issiqxonani qurib beramiz. Bu issiqxonamiz Koreya uslubida bo'lib, pandon issiqxona bo'ladi. Metalimiz mahalliy metal, ishlarga qolgan zapchastlarimiz koreyskiy zapchastlardan quramiz yani. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Üç piket yaptı ukamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun ikkinchi kunimiz. 12 bo'ldi soat. 12 gacha bo'lgan holati ishlarimizni. Mana salafanlarni yon taraflarini yopdik. Metallarni ponni tiklab, qotirib bo'ldik. Faqat orqa oldini yopishimiz kerak. Faqat svetimiz o'chib qoldi mana. Metallarimiz yeddi turibdi. Sveti bo'lsa, shu metallarni kesib turib o'rnatishimiz kerak. Bolgarka bizni elektr kerak, shuning uchun ishimiz biroz to'xtab qoldi. Shunga salafanni yopib bo'sh turmasligi uchun elektriskiy bolgarka olishimiz kerak ekan. O'zi aslida ishimiz to'xtab qolmadi. Bundan bag'ga svetda ko'p o'chadi. Juda asqotakka. Ko'rishingiz mumkin, hammasi koreyskiy, o'sha o'zini maxsus cho'ragi deydi, shunaqa simlar bilan qotirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Istaganlarga bu kraskalangan bo'lgan. Arkalarimiz orasi 1.30 danga qo'yganmiz. O'rtasi 380 bo'lgan. 4 metr ham qilib beramiz. Talabga qarab. Atsinkovkada koreyskiy trubadan qilib beramiz. 100% ponni koreyskiy shu metaldan.